Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan yana bir bora xursandmiz. Sizlarga yangi qonunlar to'g'risida, yangiliklar to'g'risida xabar berishda davom etamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bosib qo'ying. Bu yangilikni mopedchi, skuterchi, velo mopedchilarga, haydaydiganlarga tashlab qo'yasizlar, chunki juda ham dolzarb mavzu. Do'stlar, xabaringiz bor, shu yilning mart oylarida moped, elektroskuter, elektro velosiped kabi mayda turdagi skuterlarga haydovchilik guvohnomasi A kategoriyasi va hamda davlat raqam belgisi berilishi, taqilishi qat'iy belgilab qo'yilgan edi va bu bir muddatga pauza saqlab oldi. Bunga sabab xalq hali birdaniga tayyor emas edi, chunki hamma kreditga olib qo'ygan edi, 3 yilga olib qo'ygan, bo'lib to'lashga olib qo'yishgan edi. Bunday bo'lishini hech kim kutmagan edi. Shuning uchun birdaniga bo'lib qoldi. Xalqga ozgina nagruzka tushganligi sababli bu qaror oktyabr oyigacha kechiktirilgan edi. Ko'pchilik o'yladi, bekor bo'ldi, endi kerak emas, raqam ham, prava ham deb o'ylashdi. Lekin qarorda shunday yozilgan joylari ham bor ediki, salgina kechiktirildi. Ya'ni bu degani xalq sekin ozgina tayyorgarligini ko'rib, o'rganib olishligi uchun. Xo'p, do'stlar, endilikda mana internet tarmoqlarida ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Ko'rmagan bo'lsangiz, ushbu videoni yuborib qo'yishingizni so'rab qolaman, chunki 1-oktyabrdan yana qonuniy kuchga kiradi. Kimda elektroskuter, moped va hokazo haligi voyaga kichkina turdagilari ham bor, ularga ham prava A kategoriyasi ta'sis qilinadi va nomer talab qilinadi. Shunday ekan, endi bu yog'iga qonun kuchga kiradi 1-oktyabrdan. Xushyor bo'lasizlar, hamma joyda xabar ketmoqda. Bizga ham ta'kidlab o'tishdi, ushbu qonun qaror to'g'risida xalqqa yetkazishimizni so'rab qolishdi. Shuning uchun do'stlar, ehtiyot bo'lasizlar. Albatta, yo'llarda 1-oktyabrdan keyin yo'l patrul xodimlari ham to'xtatib, prava tekshirishga va nomer tekshirishga haqqi bo'ladi. Shunday ekan, bilmabman, eshitmabman, ko'rmabman degan gaplar o'tmaydi. Chunki qonunda, qarorda belgilab qo'yilgandan keyin hamma qonunga bo'ysunishi zarur. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lsin, xoh boshqa davlat fuqarosi bo'lsin, chunki shu yerda yashab istiqomat qilyaptimi, demak, qonunlarni hurmat qilishligi kerak bo'ladi. Do'stlar, shunday ekan, bu ma'lumotni yaqinlaringizga, o'sha mopedi bor, elektroskuteri bor tanishlaringizga tashlab qo'yasizlar. 1-oktyabrgacha sharoitlarni ko'rib qo'yishsin, imkon qadar pravasi yo'qlar pravaga olib olsin, o'qib olsin. A kategoriya nomer berish joyiga o'sha patrul post xodimlariga xabar berishsa, o'zlari nomer taqib berishadi. Yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangilikim shundan iborat edi. Yangilikni foydali bo'ladigan bo'lsa, agarda like bosib qo'yasiz, yaqinlaringizga tashlab qo'yishni unutmang. Bizni kanalni kuzatishda davom eting. Hali yangi foydali ma'lumotlar chiqib turadi. Siz bilan Kamina Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingizni asrang. Biz hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.